Men hech kimga yomonlik qilmadim shu kungacha. İki üç kundan beri yo'limdasiz. Kuzatib yuribsizmi meni? Menga turmushga chiq. Ustimdan kulish yoqib qopti. Qani Saida? U bilan Ben zaten hep tek başımayım. Tavba qarang. Kecha-kechasi bilan Gulyuz klubda telefon qildi menga. Uni yurishi shu. Kunda har xil yigitlar, erkaklar. joy emasdir. Nima? Siz bilasizmi Gulyuzni qanaqaligini? Uni tarafini olyapsizmi? Men yig'la. Bizning hayotimizda faqat ikkalamiz bormiz. Tushunsanmi? Faqat ikkalamiz. Nima qilasan birovlarni aralashtirib? Tinchgina o'tiribmiz, gaplashib. Qatta yo'qlardi deb menga baqiravermang. Yoqib qoldimi u sizga? Yo'q, joydan urish chiqadi bo'lsan. Tinchgina o'tirdik. Tinchgina yashaymizmi, o'zi yo'qmi? Ha, yomonlab qo'ydim-da. Yomonlamasligim kerakmidi? Javobimni bering. Talog'imni bering, men to'yib ketdim. Naftona? Saida menga pul tashildi. 1 soat ichida pul tushmasa, hamma kirdikorlaringni Gulyuzga aytib beraman. Ne de zor gelir anlatmak. Demayman naftona aytgan gaplar rost. Nima o'tiribsizmi? Yuring sizni bir aylantirib keling. Yazmak. Hayra yorduk diyelim mi? Sil baştan sevelim mi? Yine görmezden gelelim. Nefes aldım mı bile. O mana mashi shirinligi zo'rdi. Biyona esa qani bitta ko'rchi. Siz qayerdan bilasiz bu yerda shirinliklarni? Hey, yana boshqa qizlar bilan ham kelganmi bu yerga? O'chir ovozingni. Sharmanda qilsa. Sen bilan bitta joyga boraman bo'lmaydi. Vishni janjal chiqarasan. Nima qildim men? Ovozingni ko'tarma. Uyga borib gaplashamiz. To'g'ri gapni gapirsam og'zimni yopasiz. 10 yilda bir olib chiqqan joyingizda burnimdan buloq qilyapsiz. Uyga haddingni oshib ketding. Gaplaring umuman yoqmayapti. Qachon yoqqanman o'zi? Yoqmayotgan bo'lsam javobimni bering. O'ylab gapir gaplaringni. Ha nima? O'ylab gapiryapman. Bering javobimni. Bera olasizmi? Qo'rqoqsiz. Qo'rqoq. Yaxshi. O'zing majbur qilding. Sen bugundan boshlab meni xotiramazsan. Uzr aka. Nima qilishni o'zi juda yaxshi bilasiz. Xo'p. Bomboş koca dünya döner durur hep tersine.